Yaqında Amerikaning dunyoga tanilgan tadqiqot markazlaridan Hudson universitetida Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur harakati tashkilotining boshlig'i Roshan Abbos xonimning kurash hayoti tasvirlangan Tizpikmas bir Uyg'urning erkinlik yo'lidagi kurashi nomli kitobining inglizcha nusxasining tarqitish marosimi o'tkazilgan. Roshan Abbos xonimning vatan ichi va sirtida mustabid Xitoy hokimiyatiga qarshi egilmas sunmas kurash qismatlari bayon qilingan asli xarakterlik mazkur kitobda Amerika, Osiyo, Yevropa ellərdəki 20 nəfərdən artıq tanılğan siyasi ərbabның bahası və təsirlik beg'ishlamasi o'rin olgan bo'lib, kitobning dastlabki tarqitish marosimi bu yil 5 ayning 23 kunidan 25 kunigacha Germaniyaning Myunxen shahrida chaqirilgan 3-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi va Yoshlar Kengashi mezgilida 20 dan ortiq davlatdan kelib to'plangan har soha zotlarimizning huzurida o'tkazilgan edi. Hudson universitetida o'tkazilgan marosimga Amerika Avam palatasining g'olliq a'zolaridan Tom Suzy, Young Kim, Joe Wilson, Amerika Demokratiyani ilgari surish fondi, ya'ni NEDning raisi Damon Wilson, Xalqaro Optimum nashriyotining direktori Dan Baxendale, Hudson universitetining oliy darajalik tadqiqotchisi Oliver Enos qatorliqlarni o'z ichiga olgan ko'p sonda yuqori darajalik arbob bevosita qatnashib, o'zining barliqini Uyg'ur xalqining erkinlik va hurlik ko'rishiga atagan va bu sharafli yo'lda zo'r fidokorliklarni to'lab kelgan Roshan Abbos xonimning yangi kitobini tabriklash bilan birga o'zlarining Uyg'ur xalqiga bo'lgan qo'llashini ifoda qilishdi. Mazkur marosimda Roshan Abbos xonim o'zining kitobi haqida tushuncha berish bilan birga mustabid Xitoy hokimiyatining navbatda Sharq Turkistonda shiddat bilan davom qildirayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlar haqida ma'lumot bergan. Yig'inda yana Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati va Xitoyning jinoiy qilmishlarini to'sib qilish uchun xalqaro jamoatchilikni qandoq safarbarlikka va amaliy harakatga keltirish, Xitoyni jinoiy javobgarlikka tortish uchun qanday qadamlarni besish masalasi haqida maxsus muhokama olib bordi. Bu qitimqi marosimga qatnashgan Amerika Avam palata a'zolaridan Tom Suzy, Young Kim va Joe Wilson qatorliqlar Amerika davlat majlisida Uyg'urlarga munosabatli qonun loyihalarining tuzib chiqilib ma'qullanishida intayin muhim rol o'ynab kelmoqda. 6 ayning 12 kuni Avam palata a'zosi Joe Wilson, Raja Krishnamurti, Ro Khanna, Tom Suzy, Young Kim qatorliq AQShning muhim davlat arboblari, Qurultayning oliy maslahatchisi va Uyg'ur akademiyasining raisi Dr. Rishad Abbos apandimning navbatda Xitoyning turmusida begunoh tutib turilayotgan singlisi va Roshan Abbos xonimning hadisi Dr. Gulshan Abbos xonimning tug'ilgan kuni munosabati bilan maxsus so'z elishib, mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'ur xalqi ustidan rayimsizlar churgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa qattiq la'nat o'qish bilan birga Xitoy hukumatidan Dr. Gulshan Abbosni o'z ichiga olgan begunoh Uyg'urlarni darhol shartsiz qo'yib berishga chaqirishgan.